Tushundim sizlarni. Tez ichib bersalaring bo'ladi-ku, men zararga olmay pulni. Tushunmayman sizlarni. Bo'pti, короче. Nima bo'ldi aka? Ko'rdingizmi? 3 kunda ichib beraman debdi. 3 kunda hal qilib beraman deb o'tirdilaringmi? Aka, ha, men yana tushuntiryapman. 3 kunda biz hal qilib beramiz. Muammo yo'q, mana pulam aka. Olgan kreditingizni 30 ming dollaringizni yopib beramiz. Bez problem yo'q. Lekin siz olgan bankingiz 3 kunda zapretdan ichib beraman debdi-ku. Bizni qanaqa u zapretdan ichib sirasi chiqib ketmaydi bizaniki aka. 3 kun muddat, 3 kundan 5 kungacha chiqib ketadi bizaniki. O'zi 3 kunda sizni kreditingizni zapretdan ichib beraman debdi aka. O'zi asabiylashib ketdim-da o'sha. Ko'rdingizmi aka, shuning uchun asabiylashmasdan gaplashib olish kerak. Ketib qoladi endi. Aka, mana 80 ming dollar ovozsiz oylik to'lov 1540 dollardan chiqyapti. 7 yil muddatga ovozsiz o'sha 30 ming dollar kreditingizni yopib beramiz. 80 ming dollar pul ovozsiz. Ma'qulmi? 3 kundan 5 kungacha shu aytganimda zapretingiz qachon yechilsa o'shandan keyin ish boshlaymiz. O'shandan keyin hisoblashni boshlaysiz. Aka, ani zapretingiz bugundan hisoblamaysiz. Bo'ldi, tushundim. Endi maksimal borib gaplashib hal qilamiz. Bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar, agar sizga ham 30 ming dollardan 500 ming dollarcha naqd ko'rinish pul kerak bo'lsa, bemalol pastki nomerga aloqa qilib, garov yozib turar joyni o'tirar joy qo'yib bersanglar bo'ldi. O'rtoqlar, baland foizdan olgan kreditingiz bo'lsa, yopib past foiz chiqaramiz. Aka, asab pasrang.